yana bitta yuqori texnologik operatsiyamiz jarayoni amalga oshirilib, mana xola 1952-yil Karim va Rano kasalimiz o'sha bir necha yildan beri surunkali aralash gemoroy 3-4 darajasi bilan qon ketishi bilan uzoq muddat davolanganlar. Ushbu davolanish natijasi bo'lmagandan keyin mana bizga Ko'hinur klinikasiga murojaat qilib keldilar. Uchini analiz atletlarini olib, polni o'sha tekshirishlardan o'tkazib, bemorda kecha mana jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Mana o'zlaridan so'rashlaringiz mumkin. Mana doktorjonlarimdan men minnatdorman. Men og'ir ahvolga keldim. Mana bir kun oyoqqa turg'izib, yaxshi qildilar. Doim sog' bo'lsinlar. Kasb-korlariga barakotlar bersin. Umra hajlarga borsinlar, farzandlarini, nimalarni rohatini ko'rsinlar. Prezidentimizga ham rahmat. Shunday ishxonalarni, shunday nimalarni taxlaganlari uchun sharoitlarni minnatdorman. Xola keyingi mana bo'ladigan jarayonlar bilan yana maslahatlashib turamiz. Rahmat. Maxsus asma o'zim. Shun kasalimga qaramay bular meni davoladilar. Shuning uchun rahmat aytaman bularga. Kasb-korlariga barakot bersin. Minnatdorman.